kishini ikki qo'li ham yo'q edi, ikki oyog'i ham yo'q edi. Endi o'tiribdi desiz ham bo'laveradi, turibdi desiz ham bo'laveradi, demasiz ham bo'laveradi. Alloh taolo nima dedi? Qarab turing dedi. Kuzatib turuvdi. Bir otliq odam oldidan o'tib qoldi. Nihoyatda bir davlatmand, kuch-quvvatga to'lgan, kelishgan, asa bir g'irchillagan payti bizilayotgandek. Haligi oyoq qo'li yo'q odamning oldidan o'tib ketayotganda qo'lidagi qamchisi tushib ketdi. Daraxtga suyanib turganiga qarab uzatib yubor dedi. Ya'ni holini ko'rib turibdi. Uzatib yubor dedi. Chunki unga doim uzatib yurganligini o'rgangan u. Doim buyurib o'rgangan, doim ot ustida yurib o'rgangan. Buyurdi. Tabiiyki hali o'tirgan odamda oyog'i ham yo'q, qo'li ham yo'q. Uzata olmayman dedi. Nimaga uzatmaysan dedi? Ko'rib turibsan oyog'im ham, qo'lim ham yo'q dedi. Hali otda turganga bu yoqmadi. Otdan tushdi, qamchini olib, unga yoqmagan gapni qilgani uchun rosa qamchilar urdi. Haliga sho'ring xurgur qochib ketgani oyog'i yo'q, to'sib olgani qo'li yo'q. Har qamchi yeganda o'zi odatda voydod, nimaga uryapsan? Tek qo'y meni, odamlar yordam beringlar deyish kerak. Lekin unaqa demadi qamchi yeganda. Har qamchi uni jonini ochganda voydod, Parvardigor, tavba qildim. Endi bildim. Tavba qildim, endi bildim dedi. Bir qop go'sht uryapti xohlagancha. Har urganda meni urma demayapti, Parvardigor, endi tushundim, tavba qildim, meni kechir dedi.